terapiyasi o'zingizga nisbatan ishonchli bo'lish uchun salbiy fikrlar qurshovidan ozod bo'lishning ajoyib usuli. Qum terapiyasi analitik psixologiya doirasida paydo bo'lgan psixoterapiya usullaridan biridir. Bu terapiyada siz dunyo va o'zingiz bilan muloqot qilish usuliga, ichki stressni yengillashtirish, shu bilan birga bu o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishga, rivojlanishning yangi yo'llarini ochishga ko'maklashadi. Qum terapiyasi insonga o'zini chuqur anglash, aqliy yaxlitligini tiklash, noyob imijini, dunyo suratini tasvirlash imkonini beradi. Qum terapiyasining asosiy maqsadi quyidagilardan iborat: bolaning shaxsini aniqlash va tavsiflash, dunyoda va hayotda o'zini o'zi insonni tushunishga moslashish, qumda xayollarning modelini qanday yaratishni o'rganing, ularni tushuntiradi, kommunikativ qiyinchiliklarni tahlil qiladi, qo'rquv va ruhiy jarohatlardan qutulish kabi amallarni o'z ichiga oladi. Zamonaviy jamiyatda qum terapiyasining dolzarbligi juda yuqori. Eng katta tarqalgan foydalardan biri bu nutqni davolashda qum terapiyasi. Speech terapevtlari ko'pincha qumda o'ynash uslubiga murojaat qilishadi. Axir mantiqiy fikrlashning, ya'ni logikaning rivojlanishi to'g'ri izchil so'zdan ifodalashga juda foydali bo'ladi. Klinikamizda ushbu uslubdan keng foydalaniladi. Patsientlarimiz ham bu usulni qo'llash bilan birga pozitiv energiyaga ega bo'lishadi.